Assalomu alaykum Abdulla. Assalomu alaykum. Sizga bitta savollarimiz bor. Birinchisi, bu Hunter'ga qanaqa kelib qolgansiz? Kelish tarixingizni aytib bera olasizmi? Hunter'ga to'g'risi tanish orqali kelganman, hech reklamasiz. Ya'ni o'zim bu yerda Hunter'da ishlaydigan bitta akam desam bo'ladi, akam borlar, kelganlar, shu taklif qilganlar, ish bor deganlar, shu sotuv menejerini o'rgatamiz deganlar. Shu kelib ishlab ketganman. Kelib ishlab ketgansiz. Abdulla, oldin nima ish qilgansiz? Oldin oddiy maktab o'quvchisi bo'lganman. O'sha maktab 11-sinf bitirib, уже reski bu yoqqa ishga kelganman-da. Necha yoshdasiz hozir? Hozir 18 yoshman. 18 yosh. Demak, maktab bitirib, sotuv menejerligiga tushib ketgansiz. Da, shunaqa Bu yoqqa kelganingizda qanaqa darajangiz 0 bo'lgan-a, demak? Yo'q, hech narsani bilmaganman. Hech narsani bilmagansiz. Bu yoqqa kelib nimalarni o'rgandingiz? Nimadan boshlashdi? Ustozingiz kim bo'lgan? Ustozim Jaloliddin aka bo'lganlar. Jaloliddin-a? Jaloliddin. Bu yerda birinchi kelganimda menga shu sotuv texnikalarini, sotuv etaplarini o'rgatishdi. O'zim gaplashdim. Endi boshida sal qiyinroq tuyuldi. Lekin o'sha kirish bo'lgandan keyin ham qiziqarli, ham rasoson. Zo'r. Hozir nech pul topasiz? Hozir endi pul 10 million plyus-minus. 10 million topasiz, o'rtacha. Shunaqa. Siz bilan bitirgan sinfdoshlaringiz qanaqa pul topishayotgan ekan? Endi bilmayman, ko'raman Instagramda yuradi. Lekin 10 million yo'q bo'lsa kerak, unaqa. Bir xillari bor, topadigan 10 million topadigan. Endi ko'p emas-da endi. Siz o'zingiz kuchingiz bilan hozir tanish bilishsiz, 10 million topasiz. Da, shunaqa. Bu yoqqa sotuvchilikni o'rganayotganimda boshida qilolmayman deb o'yladim-da, o'z nimada qiynaldik? Yo'q, qilolmayman-da, qiyindek tuyuldi. Prime onlayn sotish odamni olmaydi, bunaqa narsa ilojsiz bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, lekin sotsa, eplasa bo'lar ekan. Prosta uni tushunib olish kerak ekanda. Eplasa bo'ladi. Mana hozir 18 yoshsiz. Sotuv menejerligida kelajagingizni ko'ryapsizmi? Sotuvda, sotuv menejerligida emas, sotuv sohasida. Sotuv sohasida ko'raman. Endi baribir yosh kirdim, baribir opit ko'proq bo'ladi deb o'ylayman baribir. Hunter akademiyasiga kelib, sizga o'xshagan yoshlarni sotuv menejerlik kasbini o'rganishni tavsiya qilasizmi? Ayni Hunter akademiyasida o'qishni tavsiya qilasizmi? Albatta, 100%. Prosta kelib o'rganish kerak. Baribir IT boshqa bir sohalar uchun sekin-sekin o'layotganligi uchun, hozir onlayn biznes ham kuchayotganligi uchun men ko'p yoshlarni sotuvga taklif qilardim. Sotuv sohasida ishlashi. Birinchi navbatda diplom kerak emas. Ikkinchi navbatda qisqa muddat ichida ham o'rganib ketsa bo'la oladigan soha. O'rgansa ham bo'ladi, natijaga ham chiqish mumkin. Natijaga ham shu o'rganganiga yarasha, mehnatiga yarasha chiqadi natijaga. Siz bilan kelganlarning hammasi ishlab ketdimi? Yo'q, men o'zi kelganimda kam edi odam, keyin sekin-sekin ko'payishni boshladik. Orada ishlolmay ketganlar ham bo'ldi, dekansa qolganlar ham bo'ldi. Qolaman deb qolganlarning hammasini natijasi bor-a? Da, hammasi o'sha. Demak, sotuv menejerligida qancha uzoq vaqt ishlasa, shuncha ko'p pul topish mumkin-a? Xuddi shunaqa. Shunaqa bo'ldi. Rahmat kattakon ajratganman. Mayli, salomat bo'ling, rahmat.